Assalomu alaykum. Mening ismim Sharifa Usmonova. Hozirda Buxoro davlat universiteti xalqaro hamkorlik departamenti xalqaro reytinglar bilan ishlash sektori yetakchi mutaxassisi lavozimida faoliyat olib boryapman. Bugun sizlarga ilmiy maqolaning annotatsiya qismini yozish, nazariya, amaliyot va inglizcha foydali iboralar haqida qisqacha video dars olib bormoqchiman. Birinchi navbatda annotatsiya nimaligi haqida to'xtalib o'tsak. Annotatsiya inglizchada abstract deb ataladi. Ko'pincha emas, barcha hollarda, barcha ilmiy dissertatsiyalar, ilmiy maqolalarda birinchi navbatda kirish qismi, ya'ni introductiondan oldin beriladigan bir qism hisoblanadi. Abstract bu esselar yoki ilmiy hisobotlarning qisqacha mustaqil bayoni bo'lib, odatda 150 so'zdan 250 so'zgacha iborat bo'lishi mumkin. So'zning uning uzunligi, o'zini tarkibida nimalar bo'lishi har bitta sohaning o'zining talablariga bog'liq hisoblanadi. Ushbu qisqacha kirish qismi yangi ma'lumot yoki qanaqadir tahlillar taqdim etmaydi. Bor o'sha ilmiy tadqiqotda olib borilgan ishlar, natijalarni bitta paragrafda jamlangan bir qisqacha mazmuniga annotatsiya deyiladi. Annotatsiya boshqa tashqi ma'lumotlarni muhokama qilmaydi, yangi ma'lumot ham o'zida keltirmaydi. Annotatsiyaning maqsadi nima? Annotatsiya biz aytib o'tdik, odatda 150 so'zdan 250 so'zgacha iborat bo'lishi mumkin. U birinchi navbatda o'quvchilar uchun juda ham qulay bir qism hisoblanadi, chunki ular shu 250 tagacha bo'lgan so'zni o'qib turib, o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishadi va bu ilmiy tadqiqot o'zlarining qiziqishlariga mos yoki mos emasligini tezda anglab olishlari uchun yordam beradi. Ikkinchidan, tadqiqot natijalari. Ilm-fanga qo'shilgan tadqiqot natijalarini o'quvchilar tezda anglab olishlariga yordam beradi. Uchinchidan, izlash tizimlari. Indeksatsiya tizimlarida ko'pincha keywords deb aytamiz. Kalit so'zlar juda muhim hisoblanadi. U ham annotatsiyaning bir qismi bo'ladi. Shu kalit so'zlar orqali sizning yozgan ilmiy maqolangizning topish sistemalarida topish juda ham osonlashadi va bunda annotatsiyaning o'rni juda katta hisoblanadi. Indeksatsiya qilish uchun ham ishlatiladi. Shu sababli abstraktlarning o'sha pastki qismidagi kalit so'zlarni keltirish juda ham muhimdir. Tadqiqotchilarga ushbu kalit so'zlar ilmiy ishni onlayn ma'lumotlar bazasidan tezroq topishga yordam beradi. Abstraktning eng asosiy 4 ta turi mavjud. Bu birinchisi informativ, ikkinchisi tavsifiy, uchinchisi tanqidiy va to'rtinchisi urg'u beruvchi abstraktlar. Abstraktlarning o'sha eng mashhur tarqalgan, eng mashhur qo'llaniladiganlardan biri bu informativ abstraktlar hisoblanadi. Har doim o'qituvchi yoki ta'lim muassasasi tomonidan belgilangan yo'riqnomalarga amal qilib, sizning o'sha ilmiy tadqiqotingizda qaysi bir abstrakt turi yozishingiz kerakligini aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. O'sha talablarga moslab o'zingizning abstraktingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Eng ko'p tarqalgan bu aytib o'tdik, informativ abstraktlar hisoblanadi. Ular tadqiqotning asosiy jihatlari, tadqiqot usullari, muhim natijalarini va xulosalarini o'z ichiga oladi. Abstraktning tarkibiy qismlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'pincha shu 5 ta tarkibiy qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismi bu kirish qismi. Bunda siz tadqiqotning mavzusi va uning dolzarbligi haqida qisqacha ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu muammo bayoni, ya'ni tadqiqot qaysi muammoga javob berishni maqsad qilganligi yoki research question deymiz, qaysi o'sha savolga javob topishga harakat qilganligini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi bu metodologiya, qaysi usullar, qaysi metodlardan foydalanib shu savolga javob topganligingizni aniq ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi natijalar, tadqiqotingiz qisqacha qanday natijalarga erishdi, qanday topilmalarni topdingiz, shu haqida qisqacha ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi va oxirgisi xulosa va ahamiyati. Sizning tadqiqotingizni ilm fanga bo'lgan o'sha hissasi qanday bo'ldi, qanday hissa qo'shganligi haqida ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Abstrakt o'sha yozish bo'yicha bir necha tavsiyalar berishimiz mumkin. Siz uni juda aniq va tushunarli yozishingiz, keraksiz so'zlardan qochishingiz, eng asosiy tushunchalarni ta'kidlab o'tishingiz, tadqiqot natijalarini aniq bayon qilishingiz,
kerak bo'ladi. Sizni o'sha o'quvchi sizni butun ilmiy tadqiqotingizni o'qimasdan turib ham shu birgina birta paragrafdagi abstraktni o'qib turib, butun tadqiqotingiz nima haqida ekanligini aniq tushunib yetishi kerak hisoblanadi. Bu yerda biz ikkita o'sha abstraktni misol qilib keltirdik. Bu birinchisi sizlarga bu ham ikkita keltirgan misolimiz ham gumanitar fanlardan keltirilgan. Buni hozir sizlar bilan qisqacha analiz qilib chiqamiz. Masalan, birinchi bosh kirish qismini o'qiymiz. This research paper analyzes the correlation that exists between sleep and high school student performance in class. Bu qismda tadqiqotning maqsadi tushuntirilyapti. Muallif uyqu va maktab o'quvchilarining akademik natijalari orasidagi bog'liqlikni tahlil qilishgan. Shuni qisqacha tushuntirishyapti. Kirish qismi tadqiqotning asosiy mavzusini belgilab beryapti. Ikkinchi qismda, to answer this question, we compared academic performance against questionnaires that detailed the sleep schedules of 122 high school students. Deb gap keltirilgan. Bu qismda o'sha 122 nafar o'quvchining uyqu rejimi haqidagi so'rovnomalarni to'plashganligi, ya'ni so'rovnoma metodidan foydalanib o'zlarining ilmiy tadqiqot savoliga javob topishga harakat qilishganligi va ularning akademik natijalarini ushbu so'rovnomalar bilan solishtirilganligi haqida ma'lumot berilyapti. Keyingisi, our results showed that there was a positive correlation between poor academic performance and getting fewer than 8 hours of sleep a night. The results also revealed that poor sleep patterns can lead to concentration and behavior issues. Bu yerda natijalar va muhokamalar haqida gap ketyapti. Kam uyqu, ya'ni 8 soatdan kam bo'lgan uyqu o'quvchilarning akademik natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatishyapti va uyquning yetishmovchiligi konsentratsiya va xulq-atvor muammolariga olib kelganligi haqida qisqacha ma'lumot berishyapti. Keyingisi bu, the implications of this study could be used to promote high schoolers sleeping at least 8 hours a night. Bu qisqacha xulosa qismi hisoblanadi. Tadqiqotning ahamiyati haqida bu yerda gap keltirilyapti. O'quvchilarning o'sha tunida kamida 8 soatda uxlash kerakligi, chunki bu ularning akademik natijalarini yaxshilash haqida ma'lumot keltirilyapti. Ikkinchi misolimiz ham birinchi misolimizga o'xshaydi. Bu ham o'sha gumanitar fanlardan olingan misol hisoblanadi. Bu ham 3 ga bo'lingan, 3 ta o'sha asosiy qismni o'z ichiga olgan. Birinchi qismida, ya'ni introduction qismida bu yerda bu o'sha tadqiqotning maqsadini, ya'ni research objectiveni belgilab beryapti va mavzuga asosiy o'sha oid asosiy ma'lumotlarni taqdim etyapti. Bu yerda muallif o'sha AQShda 20-asr boshida ovozsiz filmlarning ahamiyatini tushuntirishga harakat qilyapti. Shuningdek, immigratsiya natijasida paydo bo'lgan til to'siqlari va ijtimoiy muammolar haqida qisqacha ma'lumot berilyapti. Ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, incorporating evidence from reviews, personal correspondence and diaries. Demak, review, personal correspondence va diaries kabi metodlardan foydalanib o'zining ilmiy tadqiqotini amalga oshirganligi haqida ma'lumot beryapti. This study demonstrates that silent films were an affordable and inclusive source of entertainment. Ya'ni bu yerda tadqiqotning har xil o'sha farazlari va metodlari bayon etilyapti. Muallif o'sha o'zining tadqiqotini savoliga javob topish uchun har xil sharhlar, shaxsiy yozishmalar va kundaliklardan foydalanganligini ta'kidlab o'tyapti. 3-qismida, ya'ni results and discussion qismida natijalarni muhokama qilishyapti. Tadqiqot natijalari nimani taqdim etganligi va ularning muhim jihatlarini muhokama qilishyapti. Ya'ni bu yerda topilmalar shuni bildiryaptiki, ovozsiz filmlar iqtisodiy jihatdan hamyonbop bo'lganligi, bu immigrantlar va o'sha kam ta'minlangan aholiga ham ularni tomosha qilish imkoniyatini berganligi haqida ta'kidlab o'tishyapti va ikkinchi asosiy o'sha ularni natijalari aktyorlarning imo-ishoralari demokratik xarakterga ega bo'lganligini ular o'sha aniqlaganliklarini ta'kidlashyapti. Keyingi qismda biz sizlar bilan
shu abstrakt qismida va kirish qismida ko'pincha ishlatiladigan inglizcha eng foydali iboralarni keltirib bermoqchimiz va ularga ba'zi misollar ham beramiz. Misollar umumiy misollar bo'ladi. Siz o'zingizni sohangizga moslab aniq gaplar yozishingiz kerak bo'ladi. Bu atamalarni tushunishingiz uchun umumiy sizga o'sha misollar keltirganmiz. Birinchisini boshlaymiz. X ning, ya'ni qaysidir mavzuning ahamiyatini ta'kidlash maqsadida ishlatiladi. X is a major contributor to, ya'ni X qaysidir sohaga juda katta hissa qo'shadi deyishingiz mumkin. Education is a major contributor to economic development. Masalan, ta'lim iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Ikkinchisi, X plays a critical role in the maintenance of. X qaysidir sohani saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Biodiversity plays a critical role in the maintenance of ecosystem. Masalan, bioxilma-xillik ekotizimlarni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi deb aytishingiz mumkin. Keyingisi, X is essential for a wide range of technologies. X ko'plab texnologiyalar uchun zarurdir. Masalan, artificial intelligence is essential for a wide range of modern technologies. Sun'iy intellekt zamonaviy texnologiyalarning ko'pchiligi uchun zarurdir deb bir gap yozishingiz mumkin. Keyingisi, X can play an important role in addressing the issue of. X qaysidir o'sha sohaning muammosini hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin deb ta'kidlashingiz mumkin. Masalan, renewable energy can play an important role in addressing the issue of climate change. Ya'ni qayta tiklanuvchi energiya iqlim o'zgarishi muammosini hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin deb ta'kidlashingiz mumkin. Keyingi atamalarga to'xtaladigan bo'lsak, X ning mavzu uchun dolzarbligini ko'rsatishda, ya'ni mavzuning dolzarbligini har doim siz ta'kidlab o'tishingiz kerak bo'ladi. X is of interest because, X qiziqarli chunki, masalan, aytishingiz mumkin, artificial intelligence is of interest because it enhances efficiency in various industries. Sun'iy intellekt qiziqarli chunki u turli sohalarda samaradorlikni oshiradi deb ta'kidlashingiz mumkin. Keyingisi, X is an increasingly important area in. Ya'ni X qaysidir sohada tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, cyber security is an increasingly important area in information technology. Kiberxavfsizlik axborot texnologiyalari sohasida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda deb ta'kidlashingiz mumkin. Keyingisi, investigating X is a continuing concern with. X ni o'rganish qaysidir soha doirasida doimiy tashvish hisoblanadi. Masalan, investigating climate change is a continuing concern with environmental science. Iqlim o'zgarishini o'rganish ekologiya fani doirasida, o'sha fanida yoki doimiy muammo hisoblanadi deb aytishingiz mumkin. Keyingilari, X ni o'sha dolzarb muammo sifatida ko'rsatish. Masalan, X is a major problem in. X qaysidir sohada asosiy muammo hisoblanadi. Masalan, water scarcity is a major problem in many developing countries. Suv tanqisligi ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda asosiy muammo hisoblanadi. A key issue is the safe disposal of. Asosiy muammo qaysidir narsaning xavfsiz utilizatsiyasidadir. Masalan, a key issue is the safe disposal of nuclear waste. Ya'ni asosiy muammo bu shu yadro chiqindilarining xavfsiz utilizatsiyasidadir deb misol keltirishingiz mumkin. Keyingisi, X has led to the decline in the population of. X qaysidir o'sha populyatsiyaning kamayishiga olib keldi deb ta'kidlashingiz mumkin. Masalan, deforestation has led to the decline in the population of many wildlife species. O'rmonlarning kesilishi ko'plab yovvoyi hayvonlarning o'sha hayvonlar populyatsiyasining kamayishiga olib keldi, buzilishiga olib keldi. Shu o'rmonlarning kesilishi natijasida ularning ko'pchiligi qirilib ketdi degan ma'lumotlar berishingiz mumkin hisoblanadi. Keyingi yana bir nechta bizda
iboralar mavjud. Masalan, x ning cheklovlarini ifodalash uchun siz quyidagi iboralardan foydalanishingiz mumkin. X is limited by, ya'ni x nimadir bilan cheklangan. Masalan, the effectiveness of solar panels is limited by weather conditions. Quyosh panellarining samaradorligi ob-havo sharoitlari bilan cheklangan. Ya'ni har doim ham effektivna, ya'ni samarali bo'la olmaydi deb aytishingiz mumkin. X suffers from, x nimadir bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Masalan, this method suffers from a lack of precision. Ushbu usul, ushbu metod deyishingiz mumkin, aniqlik yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Ya'ni biz ushbu metodni ishlatganimiz bilan ba'zan noaniqliklar kelib chiqishi mumkin deb ta'kidlashingiz mumkin. Keyingisi, x is too expensive to be used for. Ya'ni x nimadir qilish uchun juda qimmatli qilishi mumkin. Masalan, quantum computing is too expensive to be used for everyday applications. Kvant hisoblash kundalik ilovalar uchun juda qimmatli qilishi mumkin deb ta'kidlashingiz mumkin. Oxirida keltirgan iboralarimiz x ga bo'lgan qiziqishning ortayotganligini ifodalash, ya'ni dunyo bo'ylab bu juda ham katta concern, katta muammo ekanligini yoki katta qiziqish olib kelayotganligini ko'rsatish maqsadida quyidagi iboralarni ishlatishingiz mumkin. Recently there has been renewed interest in. Yaqin kunlarda qaysidir sohaga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Masalan, recently there has been renewed interest in space exploration. Yaqinda, shu yaqin kunlarda koinotni tadqiq qilish bo'yicha bo'lgan qiziqish ortib bormoqda deb ta'kidlashingiz mumkin. Keyingisi, recent developments in X have heightened the need for. X dagi, ya'ni qaysidir sohadagi bo'layotgan so'nggi rivojlanishlar nimadirga bo'lgan ehtiyojni oshirdi. Masalan, recent developments in artificial intelligence have heightened the need for ethical guidelines. Ya'ni sun'iy intellektdagi so'nggi o'zgarishlar axloqiy qoidalar zarurligini oshirdi. Ya'ni studentlar doirasida oladigan bo'lsak, sun'iy intellektni ishlatish bo'yicha ko'p o'sha qoidalar ishlab chiqishga majbur bo'ldi universitetlar. Oxirida sizlarga shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, ko'pchilik studentlar o'sha bizga murojaat qilgan paytlari ular o'ylashadiki, annotatsiya ilmiy tadqiqotning eng birinchi qadami deb hisoblashadi va eng birinchi annotatsiyani yozishdan o'z ishlarini boshlashadi. Lekin bu ko'pincha o'sha chet el tajribasiga qaraydigan bo'lsak, bu noto'g'ri bir usul hisoblanadi. Siz annotatsiyangizni, ilmiy tadqiqotingizni yoki dissertatsiyangizni yozib bo'lganingizdan keyin eng oxirgi o'sha etapda yozishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki siz hali o'zingizni o'sha ilmiy ishingizni boshlamasdan turib, siz qanaqa metodlar ishlatishingiz, qanaqa o'sha ilmiy natijalarga erishishingiz hali aniq bo'lmaydi. To'g'ri, siz oldindan plan qilib olishingiz kerak, ilmiy ishingizni plani oldindan tuzilishi kerak, lekin abstraktingizni, ilmiy ishingizni yozib bo'lganingizdan keyin, barcha ishlarni qilib bo'lganingizdan keyin yozishingizni biz sizga maslahat beramiz. Shuning uchun studentlarimizga har doim annotatsiyani o'sha eng oxirida barcha ma'lumotlarni mujassam qilgan holda yozishlari kerakliligini ta'kidlaymiz. Hammangizga rahmat. Bugungi dars tushunarli bo'ldi deb umid qilamiz.